Angreniklar, sotaman avtoprofilda bugun sizlar uchun Captiva topib qo'ydik. Zamonasida bu mashinani faqat boylar, zodagonlar haydagan juda ham yaxshi holatda turibdi. Tiniq holatda 2013-yilda ishlab chiqarilgan. Rangi baqlajon rangda, neobichniy rangda. Ko'ryapsizlar, salon holatlari ham tiniq turibdi. Probegi 215 mingni tashkillashtiryapti. Mantiqli holatda, salonlari yaxshi, lyuklarimiz bor. Olasizlar, haydaysizlar, tayyor mashina o'zimiz haydaganmiz dedi. Faqat mana shu oldi kapotida kraskasi bor, ozgina daraxtga tekkan rasmi ham bor deyishdi. Yana ustalar olib kelib ko'rib olaverasizlar. Bu Captiva'mizning narxini sizlar uchun savdolashib 10.700 dollarga tushirib qo'ydim. Yana kelib ko'rib olasizlar. Tez sotaman profildan keldim desangiz, yana ozgina kelishtiriladi, lekin oxirgi narxi deyishdi. Ko'rasizlar. Bu videoni esa Captiva qidirgan, Captiva'ni yaxshi ko'radiganlarga tashab qo'yinglar va bitta like bosib, qo'llab-quvvatlashda davom etinglar. Shunaqa yaxshi mashinalar o'tkazib olmaslik uchun bitta obuna bo'lib qo'yish ham esdan chiqmasin.